Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Vinicius Junior Real G Premier Ligasidan yulduz tanladi. Real hujumchisi Vinicius Junior klubni Angliya Premier Ligasidan yuqori darajadagi yarim himoyachini sotib olishga undamoqda. Vinicius qirollik klubi tarkibini hozirda Liverpool sharafini himoya qilayotgan Dominik Szoboszlay bilan kuchaytirishni istamoqda. Transfer News Live nashrining Defensa Centralga tayanib xabar berishicha, Vinicius Szoboslayni Real uchun ideal kuchaytirish bo'ladi deb hisoblaydi. Avvalroq matbuotda Szoboslayning Real da o'ynash orzusi borligi haqida ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Shu bilan birga, Vinicius vengriyalik futbolchi bilan munosabatlari yaxshi ekanligini va u bilan tez-tez muloqot qilib turishini ta'kidlagan. Qayd etish lozimki, 25 yoshli Dominik Szoboszlay Transfermarkt portali tomonidan 85 million yevroga baholandi. Real Madrid Rodri transferi bo'yicha yakuniy qarorini ma'lum qildi. Ispaniyaning Real Madrid klubi Manchester City yarim himoyachisi Rodri bilan bog'liq transfer mish-mishlariga rasman munosabat bildirdi. AS nashri xabariga ko'ra, madridliklar yozgi transfer oynasida tarkibni kuchaytirishni rejalashtirayotgan bo'lsa-da, ispaniyalik futbolchi klubning asosiy nishonlari ro'yxatiga kiritilmagan. Klub rahbariyati Rodri Santiago Bernabeu stadionida faqat Yevropa Chempionlar Ligasi doirasidagi o'yinlarda raqib sifatida maydonga tushishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Bunday qarorga bir nechta omillar, jumladan Real Madridning yosh va istiqbolli futbolchilarga tayanishga qaratilgan strategik siyosati hamda yarim himoyachining o'tgan yili olgan jiddiy jarohati sabab bo'lgan. Eslatib o'tamiz, 2024-yilgi Oltin to'p sohibi hisoblangan Rodrining Manchester City bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilga qadar mo'ljallangan. Ayni damda futbolchi shaharliklar bilan hamkorlikni uzaytirish masalasini ham ko'rib chiqmoqda. Joriy mavsumda u ingliz klubi safida 24 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Foden Barsaga o'tishi mumkin. Manchester City yarim himoyachisi Foden faoliyatini La Ligada davom ettirishi mumkin. Bu haqda Ispaniya ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. 25 yoshli futbolchini o'z safiga qo'shib olishga Barselona qiziqish bildirmoqda. Kataloniya klubi ingliz futbolchisini shu yozda, ya'ni uning shaharliklar bilan shartnomasi tugashiga 1 yil qolganida sotib olishga umid qilmoqda. Foden 2025 yilning noyabr oyidan beri City bilan yangi shartnoma imzolamadi. Rashford Barselonada qoladimi? Manchester Uniteddan kutilmagan qaror. Manchester United o'z tarkibini kuchaytirish rejalarini tuzmoqda. Transfer News Live nashrining Ispaniyaning Sport nashriga tayanib xabar berishicha, Qizil iblislar Barselonaning chap qanot himoyachisi Alejandro Baldega qiziqish bildirmoqda. Mankunianliklar 22 yoshli Balde uchun 40 million yevro taklif qilishga tayyor. Bundan tashqari, Angliya Premier Ligasi Grandi to'g'ridan to'g'ri almashinuvni amalga oshirishga ham rozi. Balde Marcus Rashford o'rniga. Hozirda Rashford ijara asosida Barselona sharafini himoya qilmoqda. Kataloniyaliklar hujumchini doimiy asosda saqlab qolmoqchi. Manchester United ayni damda Premier Ligada 3-o'rinni egallab turibdi. Barselona esa La Ligada peshqadamlik qilmoqda. Josep Guardiola 2 o'yinga diskvalifikatsiya qilindi. Manchester City bosh murabbiyi Josep Guardiola Angliya Kubogi doirasida Newcastle-ga qarshi kechgan bahsda hakamlar bilan tortishib qolgani sababli 2 o'yinga diskvalifikatsiya qilindi. St. James Park stadionida o'tgan uchrashuvda ispaniyalik mutaxassis Newcastle himoyachisi Kieran Trippierning Jeremy Dokuga nisbatan ishlatgan qo'pol harakatidan norozi bo'lib, zaxira hakami bilan keskin bahsga kirishdi. Ushbu vaziyatdan so'ng bosh hakam Guardiolaga sariq kartochka ko'rsatdi. Bu joriy mavsumdagi 6-ogohlantirish bo'lib, qoidalarga ko'ra murabbiy 2 o'yinga chetlatildi. Mazkur jazo Premier Liga va Angliya Kubogi uchrashuvlariga tatbiq etiladi. Shu bois Guardiola West Hamga qarshi chempionat o'yini hamda Angliya Kubogi chorak finalida jamoasini bevosita maydon chetidan boshqara olmaydi. Biroq 22-mart kuni bo'lib o'tadigan Liga Kubogi finalida u o'z o'rnida bo'lishi mumkin. O'ziga xos uslubda izoh bergan Guardiola bu holatni hazilomuz qabul qildi. U City bilan barcha rekordlarni yangilaganini va endilikda murabbiylar orasida eng ko'p sariq kartochka olgan mutaxassisga aylanganini ta'kidladi. Men barcha rekordlarni xohlayman va bunga ham erishdim. Endi 2 o'yin davomida dam olaman, deya qo'shimcha qildi. U shuningdek, murabbiy o'z futbolchilarini har qanday vaziyatda himoya qilishda davom etishini va hakamlarning ba'zi qarorlarini tushunish qiyinligini aytdi. Real jiddiy moliyaviy cheklovlarga duch keldi. Real jiddiy moliyaviy cheklovlarga duch kelmoqda.
The Touchline nashrining Vozpopuliga tayanib xabar berishicha, yanvar oyidagi transfer oynasi boshida madridliklar ixtiyorida bor yogi 3.4 million yevro bosh mablag' bo'lgan. Qayd etilishicha, o'tgan yilning o'rtalarida Real'da 175-8 million yevro bosh mablag' mavjud edi. Biroq shundan so'ng klub futbolchilar transferi va Santiago Bernabeu stadioni uchun katta xarajatlarni amalga oshirgan. Juma kuni Real safarda Celta ustidan 2-1 hisobida g'alabani ilib ketdi. Endilikda Alvaro Arbeloa jamoani Chempionlar Ligasi doirasidagi Manchester City'ga qarshi uy uchrashuviga tayyorlamoqda. Bahs chorshanba kuni 11 marta bo'lib o'tadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.